kun do'stlar, qandaysizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Bugungi sizlar bilan har doimday Amirxon Game kanali. Bugungi videoda men hozir mana 4 tala o'yin ko'rmasligim mumkin. Men o'zim aytaman. Birinchisi My Talking Tom, pishachali o'yincha. Ikkinchisi yugurayotgancha futbol 2026, Supreme o'sha o'yinlar. Hozir 4 ta o'yinga kirib, baho berib, 1 dan 10 gacha bolalar o'zlarining kommentariyaga yozinglar. Qani kirdik Tomga. Tak. O'zlaring baho berib ketasizlar. Tak. Qani go. Endi buni nima qilamiz? Buni oppa. Buni nima plus tomoni bor? Mani levelim 28. O'zlaring nechta levelgacha qilgansizlar kommentariyaga yozinglar. Buni plus tomoni bunaqa o'yinchalar bor. Oppa. Tak. Bunda keyin mana unda 2 tala qilib o'ynasalarim. Bittasi mokasir, bitta urib, gol urib pul ishlasalaring bo'lar. Lekin bunda puli cheksiz. Mana cheksiz. 157 ming qilib o'zi hammasi mana olmoqcha 10 ming, pulchalari 100 ming bo'lib turadi. Короче, так men videoni qisqaroq qilaman, chunki bu cho'zilib ketishi ehtimol bor. Keyin sizlarga ham zerikarli qolarki, mana o'yin bor. Buni ham 2 tala o'ynasalaring bo'ladi. Ana navbat menga. Keyin unga. Короче, так shunday qilib o'ynaverasizlar. Oy! Hammasini aytar kanka bu chichiqoq. Demak, keyin mana bu bor. Op qiladi. Bolalar hamma yoshlarda shunaqa o'yinchalar o'ynagan, to'g'rimi? Op qilib o'ynash kerak. Birgina xato va katta bolalar. Bolalar bunga 1 dan 10 gacha 8 baho berdim My Talking Tomga. Bu yaxshi o'yincha. Keyin ikkinchi o'yinimiz hamma tanigan. Ko'chada lo'lilar, bomijlar bo'lsa ham bu o'yinchani biladi. Ishonmasalaring borib so'rab ko'ringlar. Bunday ko'rsatasizlar, bilar, shu o'yinchaku deydi. Hamma taniydi buni. Tanimagan odamni o'zi yo'q bo'lar. Nima qilib o'ynaysizlar? Bu ham bir qiziqroq emas. Mana ham yaxshi. Agar unda o'lib ketasizlar, unda bo'lib ketadi. Keyin o'sha paytda chang'itchan yo'qasizlar. Hozir ham ko'rdilar nima bo'lganini. Hozir bunday qilib bitta bunday qilsalari bangillab ketadi. Bu jondek gap. Men videoni cho'zmayman. Men qisqaroq qilishga harakat qilaman videoni. Tak. Keyin mana shunaqa o'yinchalar bor. Keyin men bunga qiziqroq bo'lmagani uchun bunga 6 berdim. 6 normalni bolalar, 6 normalni. Keyin mana futbol 2026 kim bilsa biladi, bu davrida zo'r o'yincha edi. Bolalar, eng zo'r o'yincha. Eng zo'r. Bolalar, bunday kirib, hozir men kirgandan keyin menga kirasizlar. Hozir mana Bavariyada o'yinchani to'chib tasha. Qaylar, menga kirib, misol uchun Real va Barsa qilmoqchi bo'lsalaring, mana Realnikini ham o'chirish kerak deb bilyapti. Короче, так bilmayman, hozir Realnikini o'chirsam o'zi qanchadan beri o'ynadim. O'zbek deganda farqi. Короче, так menga kirasizlar-da. Misol uchun PSG, Germaniya bo'lsa Bavariya, mana PSG bo'lsa mana bunday kiradi. Mana keyin bu yerda maslahatim ayta o'yinchilarni tanlanglar deydi. Bunda kuchliroq o'yinchilarni tanlash kerak, taniqli emas. Mana 89liklarni tanlash kerak. 85larni aniq emaslik kerak.
ne kirasizlar, ne bosasizlar. 2026 liga deydi. Pul beradi. Keyin kirasizlarda qaranglar 5000 pul beradi. Keyin bundan o'yinchi sotib olsalarim bo'lar, transfer qilsalarim bo'lar. Keyin kerak o'yinchilarni sotib olsalarim, misol uchun mana bu kerak, Dembele o'chirib tashlayapti mana. Sotib oldik. Go! Keyin buni o'rniga yangi o'yinchi olamiz mana. Nega kirsalar, ponim dem qilsalar, ko'k o'yinchi beradi. Umuman sariq o'yinchi tushmaydi bu yerda. Kim bu sariq emas lekin bular. Kim mega bitta kirgan. Voy, bilamcha qimmat. Voy, bale, Zaynab aka, bitta olasiz, transfer qilasizlar. Bitta olasizlar, transfer. Короче, так shunday qilib o'ynab, keyin o'ynaganlarim ko'p o'ynagan, mana statistika mana shu ligada qancha gol urganlarini, assistlik qilganlarim turadi. Mana kimada o'zgartirsak bo'ladi komandani. Короче, так shunaqa gaplar. Keyin bunda tayinlantirsam bo'ladi. Mana klub metdan o'ynasa bo'ladi. Klublar bo'yicha. Keyin national bu chempionat bo'ladi. Keyin tepsalarim bo'ladi bunday qilib. Po'xuy komanda qilsalarim bo'ladi, o'tkazib. Bo'ladi lekin deyish kerak. Qiziq o'yincha lekin. Mana O'zbekiston Shomurodov tepibdi. Qani go! Xarosh. Короче, так agar varata ichida shular qolsalar bolalar, sizlarga bitta bagda aytaman. Agar varata ichida shular qolsa, sizlarga 3 ta gol yo 2 ta gol qo'shib beradi bolalar. Men aytayapman. Ichida ushlab kirib ketsa, qo'li bilan kirib ketsa o'zi ham bolalar bu 3 ta 2 ta golga hisoblanib ketadi bolalar. Men shunday qilganman, bag bo'lib ketgan. Keyin o'ynaganimda tepkamda shtangaga kirib, shtangaga kirganda, keyin anavi shtanga tepmagan, bunda tepganman. Qo'li bilan ushlaganda, короче, так mana shu 2 ta gol bo'lib hisoblanib ketgan. Hozir o'zgartirsam, ko'rsataman men sizlarga. Qara. Bunday qilamiz-da. Bunday qilib, oy, bolalar, просто так. Oy, mana shunday qilib ichiga kirib ketsa 2 ta gol hisoblanadi. Chiqoq, pastroq tepmasam. Tak. Turban desam ishonmay. Bolalar aytganim yo'q sizlarga uzr. Keyingi video 60 ta obunachi bo'lgandan keyin video qo'yinglar bolalar. Biz ham ko'tarilishimiz kerak bolalar. Keyin nima video kam chiqyapti deganlar uchun bolalar, uyda muammolar bilan chiqqani yo'q video. Agar tak necha desam, bugun sana necha edi? 6 mi? Короче, tak 10-iyulgacha 70 ta bo'lsak, ana obzor qilaman. Free Fire akkauntimni obzor qilaman. Bolalar hamma xohlaydi Free Fire akkauntimni obzor qilishimni. Men ayollarniki bo'ladi. Shuncha 70 ta yo 80 ta obunachi qilib beringlar bo'ldi bolalar. Nima unday ko'p aytayaptilar? Chunki 1000 ta obunachi bo'lganimdan keyin YouTube orqasidan pul keladi. Hozir pul kelmaydi bolalar. Sizlarga aytayapman. Sizlarga zo'r narsa aytayapman. Короче, так bu o'yinga 1dan 10gacha berganda ko'p o'yinchilar zerikarli bo'lib ketadi. Shuning uchun men bunga 4 berdim. Tak. 4 berdim ki mana Supretni deganmi o'yincha bor, o'sha o'ynaysizlar. Bolalar, sizlarni ham agar 60 ta obunachi bo'lganimizdan keyin boshqa video yo bu videoga kommentariy yozib bo'lmasa, boshqa videolarimga bular deb yozasizlar. Aka, mana shu akkaunt zo'r, mana akkauntim, obuna bo'ldim, IDlarimni qoldirasizlar bo'ldi. Ana obzor qilaman o'zim boshqa videoda top 10 ta eng kuchliroq akkauntlarni. Keyin agar 80 ta bo'lsak, men bu top 10 ta admin bo'ladi-ku. Free Fire adminlari, keyin
ana profil ofisida ishlaydigan odamlarni akkauntini obzor qilmayman endi, ko'rsataman endi. Sizlar ko'rsataman, вообще men zo'r akkauntlar, unaqa ichidagi narsalari xohlasa o'ziga 1 million almasa oladi. Xohlagancha almasa oladi. Chunki ular profil ofisida ishlaydi. Ular profil yaratgan. Ular xohlagan skinni qo'shadilar bolalar. O'zim obzor qilaman. 100 ta bo'la olamizmi, bolalar? Bolalar, iltimos, lekin kattakon rahmat. Esimdan chiqib ketibdi. Kattakon rahmat. Men 40 ta obunachi bo'ldim. Aytdim 35 ta obunachidan keyin video chiqardim, lekin uyda muammolar sababli video chiqmay qoldi. Shuning uchun. Lekin kattakon rahmat. Men 35 ta obunachidan keyin chiqardim. Iltimos dedim, lekin sizlar 40 ta obunachi qilib beribsizlar bolalar. Shunaqa jinni narsalarni qilib tursalaring, men ham jinni videolar qo'yaman bolalar. Shunaqa ana eng zo'r akkauntlarni, profil adminlarni akkauntini, profil ofisida ishlayotgan odamlarni akkauntini qanday qilib galochka bo'lishini o'zim sizlarga tushuntirib, YouTube orqali, Instagram orqali profil akkauntga galochka bo'lishini o'zim sizlarga obzor qilaman bolalar. Shuning uchun obuna bosib qo'yinglar. Men bundan da zo'r videolar chiqaraman hali bolalar. Men bunga birdan ungacha bo'lganim uchun men bunga xarita ham yaratsa bo'ladi. Esimdan ham chiqib ketibdi. Короче, bunday qilib bitta narsalar yaratasizlar, bunday bosib qilasizlar, keyin qanday qilib buni saqlasalaring bo'ladi xaritalar, to'g'rimi? Qanday qilib o'zlaring zonalaringni o'ynasalaring bo'ladi. Mana save degan joyiga bitta bosasizlar. Save degan joyga, keyin mana quit deysizlar, konfirm qilib chiqib ketasizlar. Keyin bir gapirib qo'yasizlar-da, hard rejimiga qo'yib, bu yerda o'tkazasizlar. Qarang, bu yerda random bo'ladi, bunga bitta o'tkazib, bitta bosib kirlaringda. Mana uni ichiga kirib ketadi bolalar. Ozroq shamollaganman, shuning uchun bolalar men zo'r videolar chiqaraman bolalar. Albatta sizlarga qiziq bo'lsa, profil adminlarning akkaunti obzor qilaman men. Men bitta aytib obzor qilaman. Mana shu nechta obunachidan keyin chiqadi, 100 ta bo'lsak, mana shu obzor chiqadi bolalar. Nima ko'proq aytadi, endi odam ko'tarilishi kerak bolalar. 1000 ta obunachidan keyin men sizlar orqalaringdan pul olsam bo'ladi, lekin hozir bo'lmaydi bolalar. Chunki hozir 44 ta bo'lmagan, bo'lmaydi bu narsa bolalar. Просто sizlar like bilan podpiska qilmay tursalar, men zo'r videolar chiqaraman. Короче, men bu o'yinga birdan ungacha baho berganda, men bu albatta qiziq o'yin, shuning uchun bunga ham 8 emas, tak 6,5 bunga. 6,5 bo'ladi-yu, bo'ladi. Kommentariya yozinglar o'zlaring, yo boshqa qo'ygan videomga kommentariya yozinglar. Nimadir kommentariya yozib bo'lmayotgan bo'lib qolgan, bilmayman, YouTube menga ban bermoqchimi? Bolalar qiziq bo'ladi-da bolalar. Iltimos, qani sizlar bilan Amifon Game kanal bo'ldi.